Hozirgi kunda Sanjar Sa'dullayevni, Hoshim Arslonovni, Fathulla Mas'udovni davomchilari bormi? Bu savol ham sag'al, men yomon savol demayman. Bu savolga aniqroq javob berishga harakat qilaman. Sanjar Sa'dullayevni ham, Sanjar Sa'dullayev, Hoshim Arslonovlarga ham o'sha paytda shunaqa savollar bo'lganda, Hamza Umarov, To'lqin Tojiyevdan keyin dublyaj aktyorlari bormi degan savollar bo'lganda, bunaqa savollar doim bo'ladi. Undan ko'ra sizlar hozirgi bor aktyorlarning qadriga yetinglar. O'tganlarimizni Alloh hurmat qilsin. Sanjar Sa'dullayev o'rnini hech kim bosa olmaydi. Hech kim Sanjar Sa'dullayev, Fathulla Mas'udov, Hoshim Arslonov bo'la olmaydi. Lekin har bittasi o'zini o'rnida bo'ladi. Nima deydi o'sha hozirgi aktyorlarimiz? Boyir Xolmirzayev o'sha Boyir Xolmirzayev. Muhammadjon Xo'jayev o'sha Muhammadjon Xo'jayev. Elbek Mirzohidov o'sha Elbek Mirzohidov, o'sha Faxriddin Shamsimatov, Faxriddin Shamsimatov. Shuning uchun har bitta aktyorimizning o'rni bor. O'sha aktyorlarimizni qadriga yetishimiz kerak. Yana aytaman, Hoshim akamni, Sanjar akamni, Fathulla akamni o'rnini hech kim bosa olmaydi. Va Faxriddin akamni ham, Elbekni ham, Muhammadjon akani ham va boshqa hozirgi kundagi faol ishlayotgan aktyorlarimizni ham o'rnini hech kim bosa olmaydi. Chunki har bitta aktyorning o'zini o'rni bor.